Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağa giriyoruz. Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağa 2022 yıl 12. ayının 27. günü vatandaşı. Bugün sizlerge vaziyet doğrusu sözleydiğimiz mındak gap. 12. ayının 27. günü bugün Tayvan full qaraydigan yılla tor beti ve film işleş video film işleş tor beti yeni bir siyasi atalgı götürüp çıktı. O neme? Galcırlaşkan Xi Jinping siyasi hakimiyeti. Yaki ikinci yıl tercümesi Xi Jinping'in galcırlaşkan siyasi hakimiyeti. İkincisi halkılık betle neme dedi hazır? Cungo'da 80% işçiler koşuğunu bütünley jukumlan dedi. Bir hafta iş çıkanmaydı. 15 gün iş çıkanmaydı. Belki bunun içinde kançısı halak oldu, kançısı sakayıp çıkıyordu. Bilgili olmaydı. Demek Cungo'da 80% işçiler koşuğunu jukumluk virüs bilen jukumlan dediyse Cungo'nun iktisadi neme buludu degen gep sizlerning aldığındağı keledi vatandaşlar. Bugün biz sizlerge söz aytgan leksiyalar bundan ibaret. Birinci mavzu tünügenki muhakemede apo sorayman hem keçirişinlarni ümit qilman tuzutib o'qiysizlar. Men Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Ravlov Alyaska yig'iniga 2021 yili 3 ayning 18 kuni Alyaskada o'tgan yig'in qatnash degan bir gap ketib qapti. Bu xato. Onu tuzutib anglashinglarni talab qilaman vatandoshlarım. Bunun sebebi Ravlov keldi qachon 18 kuni yig'in oxirlashgandan keyin Alyaska yig'ini 3 ayning 22 kuni Beijingga tushib, Beijingdan Guju o'lkasining Guiyang shahriga berib, Cungo'nun minister Wang Yi bilan ko'rishgan edi. Tuzutib anlaşanlarını ümit qilman vatandaşlar. Endi bugunki tünügün minister Wang Yi to'xtalmagan, endi to'xtalmaydi, o adam yig'izganmaydi bu ishni. Shinhuasening majburiyati. Masalan, Reis Xi Jinping kim bilan ko'rishdi, nega bordi degan gaplar bu tashqi ishlar ministerligining ministeri javob berdigan ishlar emas. Yani Shinhuase anglatish kerak. Tünüge sizlerge muhakeme qilib bolduq, bir leksiyani sözlep bolduq. Onun keyin Amerika ovoziga bir xabar yetib keldi vatandaş. Bu xabarning mavzusi mundaq. Jungo Rossiya biri-biridan hararet almoqchi bo'lib o'tadi. Xi Jinping yil oxiridan burun telefon orqali Prezident Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Mavzuli xabar 12 ayning 26 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Rossiya xabar agentligi ta'sisi haftaning 1-kuni 12 ayning 26 kuni xabar tarqatib bunday ko'rsatdi. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin ve Cungo'nun devlet reisi Xi Jinping yıl oxiridan burun yana bir qatam telefon suhbati o'tkazdi. Biroq bu agentlik suhbatlashishning konkret vaqti va shartlari to'g'risida bir narsa demadi. Reuters ta'sisining xabarida naql keltirib bunday ko'rsatdi. Kreml sarayının bayonotchisi Dmitry Peskov mundaq ko'rsatgan. Rossiya Federatsiyasi va Jungo ikki taraf muvofiq bir paytda ikki davlat rahbarlarining telefonda suhbat o'tkazish tafsilotlarini e'lon qildi. Prezident Vladimir Putin bu yil 2 oyda Rossiyaga tajovuz kechiringlar. Prezident Vladimir Putin bu yil 2 oyda Ukrainaga tajovuz qilib kirishdan burun
Beijing'de olimpik murosimi qatnashish fursatidan foydalanib, Beijing'de davlat raisi Xi Jinping bilan yuqori darajaliklar suhbati o'tkazgan edi. Va ikki davlatning hamkorligini cheksiz hamkorlik deb ko'rsatgan. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan keyin Amerika va G'arb davlatlarining qattiq ayblashiga va embargo qilishiga uchirdi. Shuning bilan Sharq tarafga yuzlanishga majbur bo'lib, Rossiya Jungo bilan hamkorlik munosabatiga e'tibor berishga boshladi. Jungo Rossiya bilan bo'lgan hamkorlik munosabatini kuchaytirishga boshladi. 9-oyda Prezident Vladimir Putin O'zbekistonning Samarqand shahrida Rais Xi Jinping bilan ikkinchi qatam yuqori darajaliklar suhbati o'tkazib, Jungo taraf Rossiya Ukraina urushi to'g'risida ba'zi ko'ngil bo'lishlar va masalalarni o'rtaga qo'ydi deb ko'rsatgan edi. Navbat Rossiya Federatsiyasi Davlat bexatarlik komitetining ma'muriy raisi Dmitriy Medvedev o'tgan hafta Rossiyani Birlikka keltirish partiyasining raisi salohiyati bilan taklif bo'yicha Beijingni ziyorat qilib, Diaoyutai mehmonxonasida Rais Xi Jinping qabul qildi va ko'rishdi. Dmitriy Medvedev ko'rishishni boshlabda Prezident Vladimir Putinning bir parcha Rais Xi Jinpingga yozgan maxfiy xatini Rais Xi Jinpingga topshirdi. Prezident Vladimir Putin Ukraina urushi munosabatli har qaysi taraflar bilan suhbat o'tkazishga tayyorlanib bo'ldik deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 12-oyning 26-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Yana bir xabar tungi sizlarga buni jip kuchini chiqarib ko'rsatgan edi. Shuning bilan hozir bir abzas sizlarga so'zlab beraylik vatandoshlar. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin 12-oyning 25-kuni qo'yib berilgan bir parcha video filmida bunday ko'rsatdi. Ukraina urushiga aralashgan har qaysi taraflar bilan Rossiya Federatsiyasi suhbatlashishga tayyorlanib bo'ldi. Lekin Ukraina Kiyev tarafni qo'llovchi har qaysi taraflar bu suhbatga qatnashishni rad qildi. Shundaq degan edik, bugun rasmiy mavzu shaklida sizlarga topshirdik vatandoshlar. Bu xabarimiz ta'sischining xabari, Reutersning xabari, Kreml sari bayonotchisi Dmitriy Peskovning bayonoti. Demak, bu yilning oxirida 4 kun qoldi vatandosh. Hisobda 4 kun ichida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Jungoning raisi Xi Jinping ko'rishdi. Oxirida so'zlaymiz.